46 qism. Ovlash markazining cho'ng zal uyida uchra saqlab o'ltirgan ayollarning degan gaplarini anglagan Saniya. Shu chiroyli tomochiqlarim, sizlarni rozi qilg'idak, hojitinglardan chiqqadak, navqaron, putqolining mag'diri bor yigitlarni elib kelmasan, bo'lmaydi-da, dedi. Sat hijarab turib. Ammo Mardan bu ayollarning Saniya xo'jayin bilan deyishgan gaplarining ma'nosini faqatla tushunmagan edi. Saniya Mardanni o'zining ishxonasiga boshlab kirib, uningga biraqur azoda xizmat kiyimini berib, "O'zingmi zalda ko'rding, xaridorlar shuncha ko'p, uchra saqlab o'ltiribdi. Ammo mulozimlar yetishmayotidi. Shunglashqa hozirla ishga tushib kelsang" degan umiddaman. "Seningchi bo'lamdi?" deb so'radi. Mardanmi cho'ng zal bilan kirgucha xaridor ayollarni ko'rganligi uchun ortiqcha gap qilmayla xo'jayin bergan kiyimlarni kiyib xizmat uyiga kirgan edi. Bu uylar cho'ng zaldan keyni tarafga qayrilib, qatorasiga yotoq shaklda kichik qatorasiga silingan bir qavatlik 10 necha eg'iz uy bo'lib, uylarning ichi nihoyatda chiroyli bezalgan. Ammo tomga shayxvona kishining havasini qo'zg'aydigan bir necha parcha ayolning yalang'och rasmlari jaziga ilib qo'yilgan edi. Uyning ichiga qo'sh kishilik karvat qo'yilgan bo'lib, bu uyni ovlash markazi degandan alohida yotoqxona desa tamoman bo'ladi. Mardan Saniya xo'jayinning buyrug'i bo'yicha 12 nomerli ovlash uyiga kirgan edi. Belining oyoqiga 30 santi kelgudak bir parcha raqni yepib, dum yotgan badallari beliqdak oppoq bir ayolni ko'rib, hayron qolganidan dong qatib turibla qolgan edi. Ammo karvatda eg'inib yotgan 40 yoshli atrofidagi ayol o'ziga hayron bo'lgandek eshik oldida qarab turgan Mardonga: "Yigit, nima? Mendek go'zal ayollarning badini ko'rib boqmagandek, nimaga qarab turaversan? Qaraganda sening bu xizmatni qilishing tunji qitimliqmi qandaq? Kela ukam, kela, bilmasang qandaq qildiganni men senga o'rgatib qo'yman." Ayol bu jihatdan nihoyatda qaqbashdek ko'rinadi. Mardon o'zini tasda besib olib, bu ayolni obdan ovlab rozi qilib chiqarmasa, xo'jayin Saniyaning o'zini o'g'irlik jinoyati bilan ayblab, saqchixonaga tutib berishidan ansirab, asta karvat yiniga kelib, ayolning badaniga qanday qo'l tekkizishni bilolmay turib qolgan edi. Ayol onunga o'gitib, karvatning bosh tarafdagi tambochka ustiga qo'yilgan kichik atir qutisidek qutidagi suyuqlikni ilib, "Akila alqaningni. Bu maydin nachtimim temitib, alqaningni bir-birisiga surib qizitgandan keyin badanimga yenik alqaning bilan suvab ovlaysan." degenicha Mardonning alqiniga qo'lidagi mezilik puraydigan maydin nachtimim temitib berdi. Mardon texichi garang holatda ayolning sutdek oq badallaridan ko'zini qochirishga urinib, qo'lidagi mayni alqonlariga surib, andin qo'llarini bir-biriga surib qizitgandan keyin ayolning mo'risidan tortib, dumbisiga toki belining oyoqigacha surishga boshladi. Ayolning badaniga Mardonning qo'llari tegishi hamon ayol yenik ingrashga boshladi. Mardon o'zi qiziqib ko'radigan jasuslik kinolarida ayol jasuslarning mushundaq ovlash markazlariga suqunib kirib, ovlug'uchilar qiyofatiga kirib olib, dangdor arboblarni joylab etadigan ko'rinishlarni ko'p ko'rib ketgachga, ashu xil usulda bu ayolning badallarini ovlashga boshladi. Mardonning qo'llari ayolning bel, beqin taraflariga kelganda, texmi ingrab, hech nimadan hech nima yo'qla, qilib to'xtamay ingrab, Mardonning qonlarini qaynatishga boshlagan edi. Mardon o'zimi to'ymagan holda ayolning beqinlaridan, bo'laklaridan ovlab, qo'llari ko'ksining ikki yeniga ketib borgan edi.
Ayol birdilla ittik o'rilib, Mardanning bo'yniga kira silib, esilg'inicha o'ziga tortdi. Mardanning birdilla erlik hujaylari kuchayib, o'zi mulozimat qilayotgan bu ayolning o'zining yeshidan bir hassidan ortiq cho'ng ekanligini xiyoliga keltirib qo'ymagan holda, ayolni chin quchoqlab, karavotga bosganicha osh ko'zlik bilan uni suyishga boshladi. Ammo dal shu paytda eshik yenik chekilib, "Xonim, bugungi mulozimatning vaqti mush yergacha bo'lsin. Kaynidagi mehmonlar bek saqlab ketdi. Qolg'ini ati bo'lsin" degan Soniya xo'jayinning ovozi anglandi. Asli Soniya xo'jayin bu o'g'lash markazida o'zi uchun xizmat qilib, mulozim bo'lib ishlayotgan yigitlarning kelgan mehmonlar bilan birlashib olib, keyin bu ayollar bu yerga kelmay, o'zlarining uyiga bu yigitlarni elib berib, mulozimat qildirilishidan ansirab, ayrim xonlarga kuzatish apparati va tinchig'ich o'rnatayotgan edi. Şunlaşqa bayatın beri bu yeni keldaxun Mardanning zodi qandaq qiladiganligini kuzatish apparatidan birma-bir ko'rib turgan Soniya xo'jayin boshdan uning tangirqab turib qolganligini, u ayolning yo'l ko'rsatishi bilan ishni boshlab, uzoqqa qolmayla uning karvatga bosganligini ko'rib qarab turaverishga faqat bardoshlik berolmay, birdilla bu tunji qatimliq yigitning huzurini o'zi surib, meg'izini chaqmay turib, boshqalarga o'lja qilib tashlab berishga ko'ngli unamay, darhol ishxonadan chiqib, uni chaqirgan edi. Mardan ayolning ustidan tushib, kiyimlarini tuzashtirib, o'g'lash uyidan qaytib chiqdi. Bayatın Mardan ayolning ustida bekmi hayajonlanib ketganlikdan uning tiniqlari ittiklab, toki hozirgacha hasirab turadi. Koridorga chiqqan Mardan o'ziga maqtak ko'zlarini tikib qarab turgan Soniya xo'jayindan uning oldida biror ayiblik ish qilib qo'ygandek xijil bo'lib, chiroyiga tikilib qarayolmay, yerga qarab jimjit turadi. Soniya xo'jayin o'g'lash uyiga kirib, texichi o'z hissiyotini bosolmay, ingrab yotgan ayolning yalang'och yelkasiga yenik shaplaqdab qo'yib, "Turing-a, o'maqjinim. Nima bo'ldi? Bakli hissiyotlanib ketdingizmi yoki yangi kelgan bu yigit hissiyotingizni qo'zg'avatdimi?" Soniya xo'jayinning gapini anglagan ayol asta karavotdan o'ri bo'lib, uningga ko'zini sat alaytib qarab qo'yib, "O yigitni qasdanga chaqirib ilib chiqib ketdingiz-ku deyman. Hey, gap qiling-a. O yigitning mulozimat haqqiga qancha pul beraman? Xeyl uzun bo'ptikan, bundaq payzim tutib baxmag'ili. Toza bir isil yeriga kelganda, sizmi ajab bir ichingiz ses xotinkansiz?" dedi xafa bo'lib. Soniya bo'lsa, nomussizlarcha hijib turib, "Voy, bu yigit texi amdi keldi. Siz bilan biz bor bo'lgandikin, texi fursat ko'p-ku. O yigitning mulozimat haqida siz bilan biz kelishib olamiz. Ammo sizga qo'ydigan yana bir shartim bor. Sizdek jamiyat ichida yuz obro'yliq, esil zodi xonimlarning ko'rgan, bilgan do'st birodarlarimi o'zinglarga o'xshash yuz obro'yni oldingi qatorga qo'ydigan kishilar bo'ladi. Shunlashqa undaqlar osonlikcha boshqalarning ko'ziga chilqib qilishdan ansirab, o'z hissiyotlarini jamiyatda oshkorlamaydi. Shunlashqa o'zingizga o'xshash puldor boyvachcha xonimlarni bu salonga ko'proq birga ilib kelsangiz, bu yerdagi yigitlardan xohlaganingizga o'zingiz rozi bo'lgudek mulozimat qilg'izib beraman. Ham siz ilib kelgan u esilzoda xonimlarmi rozi bo'lib qaytib ketishidi, dedi. Bu ayol birdan o'ylanib turib ketib, "Ma'qul, undaq bo'lsa kelishdik. Bu hafta oxirida bizning bir yig'ilishimiz bor. Shu so'rinda o'zimning xil obdan sirdishib, mo'ngdashib o'tadigan, ammo erlari sirti pul tepish bilan aldirash yuradigan puldor do'stlarim bor. Hafta oxiridagi yig'ilishdan keyin ularni bu yerga boshlab kelay. Ammo bayatinqi mulozim yigitni menga to'g'rilab bersiz", dedi.
Saniye xo'jayin u ayolga ma'qullik berib, va'da qilgandan keyinla ayol ko'zi qiymagan holda bu o'g'lash uydan chiqib ketdi. Saniye xo'jayin Merdan mushu ayolni o'g'lab, heliqidek ish yuz bergandan keyin bugun boshqa ayollarni o'g'lashga o'rinlashtirmadi. Kechqurun bo'lganda bu yerda o'g'lash xizmati ilib boradigan Merdandan boshqa yana 4 yigitni Merdanga qo'shib, kashlik tamoqqa ilib chiqib, mehmon qilgandan keyin ularning yotadigan yotqiga qaytirib akilib qo'ydi. Saniye xo'jayin bekmi hoşyar bo'lib, bu yerda o'g'lash kasbi bilan va ondan boshqa kelgan ayollarning talabini qondirib, boshqa mulozimatlar bilan shug'ullangandan sirt kashligi sirtlarga chiqishga, sirtlarda boshqalar bilan aralashib yurib, yomon kasal yuqtirib olishidan ansirab, zarur ishi bo'lmasa, ularning sirtqa chiqishiga yo'l qo'ymaydi. O'zimu ularni nazorat qilgach, mushu o'g'lash markazi salonidala yetib qopatdi. Yigitlarning yetib qopadigan yotiqida faqat 4 kishilik karvat bor bo'lib, Saniye xo'jayin Merdanga: "Bu kasbdoshlaring bilan birga yotgan bo'lsang, zerikmay, mungdishib yotgan bo'larding. Ammo bugun bu yerga ayrim karvat ilib kirib to'xtatishga vaqt yor bermaydi. Atilikka boshqadan o'rinlashtiramiz. Bugun sen o'g'lash uylaridan birasida aram ilib turg'in," deb Merdanni o'zining yotadigan cho'ng yotoq uyining yonidagi o'g'lash uyiga o'rinlashtirib qo'ydi. Merdan bilan birga bu o'g'lash markazida mulozim bo'lib ishlaydigan 4 nafar yigitlar bir-birisiga ma'nilik qarab qo'yib jim o'tirishdi. Hech ishdan xabarsiz Merdan xo'jayin ayol o'rinlashtirgan yotoqqa kirib, bugun bir kunda bo'lib o'tgan ishlarni o'ylab, hayron bo'lgan holda ko'zi uyquga ketgan edi. Tuyuqsiz birisining o'zining bo'yinlariga, maydalariga suyishlaridan, nozik joylarini bir qo'lning silashlaridan cho'chib uyg'onib ketdi. Hurmatlik asar anglag'ich o'qirman do'stlar. Bu yerim kechida Merdan yotgan o'g'lash markazining ayrimxona o'g'lash uyiga kirgan zoti kim? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Qirq 47-qism. Merdan Saniye xo'jayinning bu xil o'rinlashtirishidan hech qanday bir g'ayrilik his qilmay, u ko'rsatib qo'ygan ayrimxona o'g'lash uyiga kirib, bugun bir kun bo'lib o'tgan ishlarni xuddi ishengisi kelmagandek o'ylab, ko'zi uyquga ketgan edi. Tuyuqsiz o'zini bir kimning badallarini silab suyishlaridan, nozik joylarini bir qo'lning tutishlaridan cho'chib uyg'onib ketdi. Merdan cho'chib o'rnidan ittik qopmoqchi bo'lgan edi. Ko'pildab attir purab turgan nihoyatda yumron badan uning ustida yilondek to'lg'unib, Merdanni ash ko'zlarcha suyib, uning quloqiga asta shivirlab: "Qo'rqma hayotim. Bu men, Saniye acham. Bayatin av o'g'lash uyida heliqa chuparandi jumboqni chalab-shitib yalab, yeb qo'yg'il tas qolgan edim. Xotirjam bo'l. Bundan keyin senga bu yerda xotin-kam bo'lmaydi. Texi muashingdan sirt ularni o'ynab, ko'ngil ashqaningning ustiga nurg'un pulga erishsan degina. Ammo sening har bir qadamingni men o'rinlashtirishim, hatto olgan tiniqingdanmi men xabardor bo'lib turishim kerak. Bo'lmasa, bu cho'ng markaziy shaharda boshqalarga yam bo'lib ketsan. O'qdingmi bayqush? Xamachangning gapini anglasang, hargiz yon tartmaysan. Kela,
endi ko'ngil ochayli. U shundoq degenicha Mardonga yalmavuzdek etilib, uning uchisidagi rahat xizmat kiyimini bir tartibli saldiribdi. Mardon bayatın xaridor ayolning badallarini silab, o'g'ligan vaqtda hayajonlanib, o'zini tutvololmagan bilan, hozir bu Saniya xo'jayinning qo'ynida bu ayol degandek podshoh huzuri emas, o'tqa tushgan qildek to'lg'inib, xuddi yo'lbars o'ziga kirib qolgandek qo'rqqanidan jalaqlab titrab turibdi. Saniya xo'jayin Mardonni quchoqlab suyib, nozik joylarini silab siqibmi, uni ayvashga keltirib olmagandan keyin birdilla juduni o'rlab xafa bo'lishga boshladi. Hey, qarisi cho'pchong bir chiroyli yigit. Ammo shuncha hapirassanmi, senda hissiyat degan narsa yo'q-ku. Xuddi yog'och odamdek qitibli yotsan-ku. Yoki meni yoqtirmadingmi? Sana gapni ochiqlik qilay. Bu yerga kelgan ayollar shuncha ko'p pul xashlab, badanni o'g'lat qilil emas, ish pushqini chiqarib, ko'nglini xo'sh qilg'il keladi. O'g'latay desa, bu yerga kelmasimi o'g'latish markazlari ko'rmang. Helimi bugun seni vaqtida qutqizibman. Bo'lmasa, u xotinning ustiga chiqib, havisini qo'zg'ab qo'yib, karga kelmay ishni aplashtirolmay qilib, yuzimni poq qilakansan. Bugun kecha seni o'zim tarbiyalab, tuzuk odam qilib qo'ymasam bo'lmaydigan o'xshaydi. U shundoq degenicha o'rnidan turib, ko'tinili yepib turgan asm ich ko'ynigi bilan asta Mardon yotgan uydan chiqib, yotiqiga kirdida ishkapdan har qarab turgan bir yo'lbasning surati bor kichik shish qutini ilib, uning ichidan 2 tal ko'malash bilan chaydondan bir istakan qaynoq suv qo'yib, yana Mardon yotgan o'g'lash uyiga yenib kirdi. Va qo'lidagi dorini Mardonga uzatib turib, "Na, bu dorin ishkina. Seni bir haqiqiy erkak qilib qo'yay. Bo'lmasa, qiz bola bilan farqing yo'q bir nima ekansan?" dedi. Mardon sal hayron bo'lib, "Bu nima?" degandek Saniya xo'jayin sungan do'riga qo'lini uzatmay qarab turgan edi. "Hey, ala tula naz qilmay. San zahar bermidim. Men sening ma'arlik hujaylaringni bir harakatga keltirib o'tay deyman," dedi. Mardon shundala uning qo'lidagi do'rini ilib, qaynoq suv bilan yutibdi. Mardon do'rini ichib bo'lgandan keyin, "Putlaringni kerib, o'ngdisiga yota. Men sening havas pallalaringni bir o'lab ichib o'tay," degenicha Mardonni o'ngdisiga yotqizib, uning badallarini seyirib, yenik ovlashga boshladi. Saniya xo'jayinning o'zining badallarini silab, ovlashlari bilan azaldan bundaq rahatni ko'rib boqmagan Mardonning tallari yayrab, Saniya xo'jayindan bayatinqidek qijil bo'lmaydigan, yiqmaydigan bo'lib, qilinrab ketayotgan edi. Uning ustiga bara doğru kuchini ko'rsatdi-mu, qandoq uning qonlari qizishga boshladi. Tomurlari ustiga qarab tartqandek bir xil sezim bo'lib, nozik joylari o'ziga bo'y bermay vatadi. U o'zini tutib ololmagan holda o'zining badanini seyirib, silab o'g'layotgan Saniya xo'jayinni tartibla ostiga bosirib oldi va och ko'zlarchi suyib, tong otqucha uning bilan ayshi ishrab qilib, ko'ngil echib chiqdi. Saniya xo'jayin Mardondan bu kecha bakli rozi bo'lgan bo'lib, o'zining hayajonlanib, huzurlanib, holsizlanib ketganini, qo'ngining qirg'i ilib qo'ymay, yenida xuddi bu vaqtdek uxlab yotgan Mardonning chochlarini silab, yuzlaridan, lavlaridan suyib, asta o'rnidan turib, o'zining yotoq uyiga chiqdi va to'k ko'risini mang'izib, to'nglatqidan zapas saqlangan kaptar bachkisi, odamgiya, to'shqan zadiki degandek quvvatlik dori darmonlar selingan bachki sho'rpisi qaynatishga kirishdi.
Chunki bu yerda ishlayotgan yigitlar har bir qatim mushu salonga badallarini o'g'litib, bu yerda ishlaydigan yigitlar bilan mayli tushib qolsalar, ular bilan ko'ngil ichib, ayshi ishrat qilib, shahvoniy nafslarini qondirgandan keyin u hamroh bo'lib havsini qondirgan yigitga tutamlab pul berib, uningdan sirt mushundaq yaxshi salonni o'rinlashtirib, o'zlarining hojatidan chiqayotgan Saniya xo'jayingimu haslab haq to'lab ketadigan bo'lg'achqa, Saniya texi 20 yoshga to'shmagan iliki churuk bu yigitlarning tezli holsizlanib, o'zini yo'qotib qo'yishidan ansirab, ularga mushundaq quvvatlik sho'rpalarni silib beradi. Shuning uchun kechadan beri Mardonning holini qo'ymagan Saniya xo'jayin uning holsizlanib qolishidan ansirab, quvvat sho'rpisi qaynatayotgan edi. Mardon uyqusini ichib, put-qo'llari urib suqayotgandek mag'dursiz holatda o'rnidan qo'paman deb turgan edi. Dal shu paytda bachka sho'rpisini ko'tarib, uningga nashtiliq elib kirgan Saniya xo'jayin: "Bo'ldi, o'rningdan qo'zg'alma. Bugun obdan aram olgin. Kela, azroq mashq qilib ol. Bu sho'rpini ichib etgin. Yana mag'dursizlanib, og'rib qolma. Lekin sen o'zing kichik bo'lganing bilan bak payzing bor nemikansan? Sana azroqli ishlab qo'ydim. Boshqachalar kuchlanib ketding desa. Asli oqshom sening turqingga qarab, seni bu yerga akalganimgimi pushaymon qilib qolgan edim. Endi buningdan keyin bu yer sening oilang. Bu yerdagi yigitlar sening og'zingga qarab ish qiladi. Yishing kichik bo'lsa-mu, sen ularning akisi. Men ularga shundoq deb tunishtiraman. Buningdan keyin har qanday ishda sening og'zingga qaraydi. Sen mening eng yaqin odamim", dedi. Mardonga xuddi kichik bolaga ichirgandek bochka sho'rpisini ichirib turib, Mardon bochka sho'rpisini ichib, obdan oziqlangandan keyin Saniya xo'jayinning ruxsat berishi bilan bir kun aram oldi. Mardon atisidan boshlab yana puldor ayollarni o'g'lash ham ularning payzini tutib, havisi qo'zg'alib qolganlarga xo'rozlik mulozimati qilish bilan aldirash bo'lib ketdi. Har qatim ayollarning hojatidan chiqib, ularning havisini qondirib qo'yganda, Mardonga tutamlab qip-qizil pullarni tutqizib qo'yib ketishadi. Saniyamu o'zining degan lavzida turib, Mardonning har oylik maoshini 5000 yuan qilib bekitib bergan bo'lib, uningdan sirt oz-to'la mukofotmi berib turadi. Mardon bu nomdagi o'g'lash markazi amaliyotda erlari sirtlarda ishlab, o'zlarining hojatidan chiqolmaydigan yoki qiyrilikdan hojatidan chiqolmaydigan va yoki teshida boshqalar bilan ashni o'ylab yuray va yoki teshida boshqalar bilan ashni o'ynab yurayli desa, yuz obro'yining to'kilib ketishidan qo'rqadigan. Shunglashqa Saniya xo'jayinning o'g'lash markazida badanini o'g'litib, parvish qildirishni bahona qilib kelib, bu yerdagi yosh yigitlardan o'zlarining havisini qondirib, nihoyatda oz sondagi mo'tivar, eslzoda qiyofatiga kirib olgan ayollarning hojatidan chiqib, necha oy ichidala xeyli ko'p pul to'plab, bankida omonat kartasi bejirib, omonat qo'yib olgan edi. Ammo Mardonning kundan kunga chiroyi zaprangdek sarg'ayib, aslimu o'riq badini teximi o'riqlab, Saniya xo'jayinning shuncha quvvatli sho'rpalarni silib, ichirishlarimu kar qilmay, kundan kunga ojizlab ketayotgan edi. Mardon birdilla o'zidan ansirab qoldi. U o'z-o'ziga: "Ah, dunyo. Ah, yuragim. Men bu yerda zodi nimishdan qilib yuraman. Mushundaq erlari karg'i kelmay, erdardida ichirqab ketgan opamdek, hatto opamdimi cho'ng dematik ayollarning hojatidan chiqib bo'lamay, o'libli bermay yana", deb o'ylab qolgan edi.
Hürmetli əsər anlıqıcı oqurman dostlar. Capa tartmayla xorazlıq xizmeti qılıb, ayollarning ko'nglini ichib, həvəsini qandırıb, xotirjam pul topadigan bu yo'lni tanlab olgan Mardanning uningdan keyingi kunlari sadi qandaq bo'lib ketadi. Əsərimizning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. 48. qism. Mardan bu Saniya xo'jayinning ovlash markazida hech qanday kuchimayla nihoyat buzar kiyinib, bu yerga o'zlariga badallarini tutqizib, silitib, ham ularga xorazning xizmatini qildirib, qo'zg'algan havaslarini qandirib, tutamlab pulni ayamay beradigan boyvachcha ayollarning hojatidan chiqib, o'tgan bilan bu yerga kelib ishlayotgani necha ay bo'lmayla, bo'y basti 18-19 yoshlarga kirgan yigitlardek qomatlik bo'lgan bilan, texi 17 yoshga kirmagan Mardanning chiroylari zabrangdek sarg'ayib, kundan kunga o'riqlab, put-qo'llari mag'dursizlanib turadigan bo'lib qolgan edi. U ba'zi kunlari qilgan ishlaridan nomus qilib, o'zining tex 10 gulining biri ichilmay, balog'atga yetib, bir qiz bilan muhabbatlashib, to'y qilib, bir balaliq bo'lmay turibla, mushundoq nobud bo'lib ketishidan ansirashga boshladi. Endi Mardan u ayollardan o'zini sal tortmasa bo'lmaydiganligini his qilib, o'zini uvlatgan ayollar Mardanga yaqinchilik qilib, surkulishsa, o'zining mijozining yo'qligini bahona qilib, ulardan o'zini qochirishga boshladi. Bundaq vaqtlarda faqat pulni tunaydigan Saniya xo'jayin Mardanga: "Nima qilay deysan? Sening maqsading zodi nima? Mening mushu o'lash markazimni vayron qilishmi? U ayollarning ko'nglisini tortib, sen bilan ko'ngil ichishni arzu qilayotgan tursa, ularning talabini rad qilib, ko'ngliga azor berganing nimasi?" deb Mardanga kayiblik ketadi. Ammo Mardanmi bo'sh kelmay: "Menga bu jon lozim xo'jayin. Bu ayollarning havasi nimandaq besilmaydigan qonmas havasli deyman. Men bularga bardashlik bera olamdim. Sizning bu saloningizda ishlab pul topman degani bilan, yosh turiblar tex to'y qilib, bir balliq bo'lmay turib, bu yerda jinimni silib berdigan o'xshayman" degan edi. Saniya xo'jayin: "Unda qilma Mardan. Hech bo'lmasa, yana necha ay chidab ishlab bergin. Bu xotinlarmi nimandaq saljidek so'ngli isilib oladigandu deyman. Kelginila seni talab qiladigan bo'lib oldi. Hey, u ayollarni o'zingga undaq mabtun qilib zodi qanday xo'sh qilib etgan bo'lg'ayding?" deydi, nomus qilmay yecharab. "Siz undaq degan bilan xo'jayin, shtabda put-qo'llarim sirqirab og'rib, ikki putimda mag'dur yo'q. Faqat o'rtug'idek ahvolim qolmayotdi. U ayollar bilan habilishib, ularning havasini qondirib ish tugatguncha qor targa tushib, suv bo'lib ketaman. Menga ichingiz og'risin. Yosh turibla o'lib ketmay yana" dedi yig'lin sarab Saniya xo'jayinga yalvorib. Lekin xo'jayin: "Hey, undaq bo'lsa, bundan keyin u ayollarning yiniga kirgicha ko'malash doriga olgin. Shundali herib charchamaysan. Sen bir kunda ikki ayolni rozi qilib, havasini qandirib uzatsang, sana yerim kun dam elish berma. Obdan aram olasan" dedi. Saniya xo'jayinning gapini anglagan Mardanning bakili achchiqqa kelgan bo'lsa-mu, bu qariniyat ayol bilan etishib, foyda olg'ili bo'lmaydiganligini bilgachga, ming tasdi o'zini besib olib, uningga yalvorib turib: "Xo'jayin, bu deganingiz qanchiqamay jiningni olaman deganlik-ku. Men sizga qanchiqatim desam ishonsiz. Mening bo'yim o'sib ketgan bilan, yeshim tig'i 17 ga to'shmagan tursa, bilaman, boshda bu ishga qiziqib, o'zim havaslanib, noyat huzur his qilgan. Ammo hozir mening ahvolimni o'zingizmi ko'rib turibsiz. Kundan kunga o'riqlab, bir teri bir ustixon bo'lib qoldim.
Muşa holatda yana holimga baxmay ko'mlash to'g'ri gap. O'zimni hissiyotlantirib bundaq ketaversam, 20 yoshga baxmay turib jinimni silib bermamdim. Hey, nimandaq yaramas nima sen? Aşı ishni qilib o'lib ketgan odam bormi ekan? Tozimi bir izzitingni qilganni bilmaydi ekansan. Bundaq yerda ishlab, bir tarafdan pul tepib, bir tarafdan haqsiz xon huzuri surdan xizmatni qiladigan yigitlarcho ko'rining. Ammo seni igichaqsiz, borar joyi yo'q, bu shaharda g'erib, musofir deb ich ag'irtib, voy deb qo'ysam, nimandaq ish bo'lsan? U shundaq deganicha xafa bo'lgan holda Mardonning yotiqidan ishxonasiga chiqib ketdi. Mardon amalsiz livini tishlab, davomli bu yerda ishlab, ayollarning badallarini ammo qilib, uvlab, ba'zilarining qichishgan yerlarini besildirib, havisiga qondirib, xo'rozlik xizmatini qilib, bardoshlik berolmay qolsa, ko'milash dorisi yeb degandek kunlarini davomlashtirib o'tadi. Mushu kunlarda bu yerga 25-26 yoshlar chamisidagi nihoyatda qamlashgan, chiroyli, nazokat ismlik bir qiz badallarini maylatib, ovlatqili keladigan bo'lib qolgan edi. Ammo bu qiz har qatim kelganda Mardonning ovlab, ammo qilib qo'yishini talab qiladi. Lekin boshqa ayollarga o'xshash yalang'och bo'lib olmay, ustun tarafidagi qismini silib, nihoyatda adab bilan yetib, qo'llarini ovlatib, siqtirib chiqib ketadi. Mardonga hech qanday ortiqcha talab, yaqinchilik qilmaydi. Mardon hadisi dumbilarini ovlab, badallarini tutib, silab bo'lg'icha, "Ah, oh" deb ingrab naz qilib turadigan puldor, ammo ruhi gadoy, arsirab ketgan xotinlardan bakli bezor bo'lib ketgachga, bu qizning ilmiy mijozini yoqtirib qolgan edi. Har qatim bu nazokat ismli qiz ovlash markaziga kelganda, aktivlik bilan bu qizning badallarini ovlab, ammo qilib, lo'nq qo'yib degandek parvish qilishini Mardon o'z ustiga oladi. Har doim Mardonning badallarini ovlab, ammo qilib, uningdan qolsa, ularning qishishgan bir joylarini besildirib, xumarini besib, xo'rozlik qilib qo'ydigan Mardonga bakli ugunib ketgan ayollar bu yosh cho'kanchaqdan Mardonni qizg'inib, har qatim nazokatni ko'rganda ko'zlarini alaytib, g'o'dirab ketishadi. Texi ba'zilari nazokatning ustidan Soniya xo'jayinga arz qilibmi ulgurgan edi. "Qarang, xo'jayin, sizning bu Mardon degan mulozim yigitingiz hammamizga o'xshash ko'z qarashda qaramaydigan bo'lib qoldi. Biz kelib, shuncha saqlab tursaqmi, bizning kaynimizdan kelgan nazokat degan jumboqqa jilmiyib, uning qo'llaridan tutgan holda o'g'lash uyiga elib kirib ketadi. U qanchoq bergan pulni biz bermadikmi? Yoki uning bir joylari ortiqmikan? Ortiq desa, shu ozroq bizdan yosh. Ammo undaqlarning cho'ntikida puli yo'q. Siz Avu Mardon degan mulozim yigitga obdanroq gap qilib qo'ysangiz bo'lg'udak. Mushundaq bo'laversa, bizningmi sizning bu do'koningizdan ko'nglimiz suvib qolmasin yana." degandek gaplar bilan Soniya xo'jayinga tahdid aralash so'zlaydi. Ammo Soniya xo'jayin har qatim nazokat ovlash markaziga kirib, Mardon uningga mulozimat qilayotganda kuzatish apparatini cho'ngaytib, ularning ish harakatlarini, gap so'zlariga diqqat bilan kuzatgan bo'lsa-mu, hech qanday bir alohida ahvol ko'rilmagachga, oxiri Soniya xo'jayin Mardonning nima uchun nazokat kelsalar, uningga mulozimat qilishga oldiraydiganligining ma'nosini tushunib yetgan edi. Chunki nazokat boshqa ayollarga o'xshash badanni ancha-muncha ovlamayla Mardonga salchidek chaplashib, osh ko'zlarcha suyib, uningdan xo'rozlik xizmati talab qilib, o'zlarining havisini qondirishga urinmay, nihoyat adab bilan badallarini ovlatib, lo'nqa qo'ydirgandan keyin rahmat aytib,
qaytib chiqqanligini ko'rib, o'zining kundan kunga ojizlab ketayotgan tenidan, jumladan o'zining muddatdan burun ilikini sho'rab tugitadigan bu puldar xotinlardan bezor bo'lib, jon qayg'usida qolgan Mardanning ortiqcha mulozimat talab qilmaydigan, nazokatni ovlashga shuncha aldiraydiganligining sababini tushunib yetgan edi. Shuning uchun Mardanning ustidan arz qilgan xotinlarga "Ma'qul xollarim, men u yigitga obdan gap qilib qo'yay. Hargiz xafa bo'lmagan bo'lsanglar", deb huzur-xoliq qilib yo'lga solatdi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Bu uvlash markaziga kelib, boshqa ayollarga o'xshash o'zining havisini qandirib, ko'nglini xo'sh qilmay yoki Mardonga ortiqcha talab qo'ymay, lekin har qatim uvlatqili kelganda Mardonning uvlab lo'nga qo'yib qo'yishini talab qiladigan bu Nazokat ismli ayol zoti kim? Uning bu yerdagi kelishdagi maqsadi zoti nima? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismlarda bo'lsin. Qirq to'qqizinchi qism. "Ma'qul xollarim, men u yigitga obdan gap qilib qo'yay. Hargiz xafa bo'lmagan bo'lsanglar", bir kuni Mardon ovlash markaziga lozimliq puroqliq gulmiyi va bu yerda ovlab mulozimat qilishdan sirt xorazlik xizmat qilib holidan ketayotgan yigitlarni quvvatlash uchun so'yib tayyorlangan bachka, to'shqan sadigi, qarlig'ach ovsi, qurut o't, odam giya degandek quvvatlik dori darmonlarni olg'ili kelgan edi. Chunki Soniya Mardonni bakli yaxshi ko'rgachga, uningga xuddi o'ziga ishongandek ishonatdi. Hamda uni o'ng qo'lim deb hisoblaydi. Shunglashqa ba'zi bir savdo-setiq ishlarga Mardonni jo'ritdi. Mardon andili yangi bachka so'yib tayyorlaydigan do'konga kirib, 10 dona bachkani so'yib, eriqlab, tayyorlab berishga buyurtib qo'yib, boshqa materiallarni setib olish uchun Milliy tibobat dorixonasiga qarab mingan edi. Tuyuqsiz bir tunish ovozning "Mardon" deb chaqirishi bilan ittik beshini ko'tarib qarab, nazokatni ko'rib, bakla xo'sh bo'lib ketgan edi. Voy, teshikma Nazokat acha, bozorga chiqqanmitingiz? Nazokat kulib uning yeniga kelib, "Sizni faqat ovlash markazidan sirtlarga chiqmaydigan o'xshaydi" deb o'ylab ekanman. "Ha, nima bo'lsa, ozroq erkinligingiz bor ekan", dedi. Ma'nilik qilib, Mardonmu yushurmayla. Shu acha, odatda zarur bir ishimiz bo'lmasa bozorga chiqmaymiz. Bugun xo'jayin menga do'konga lozimliq ba'zi bir materiallarni setib olish uchun buyurgan edi. Shunga kelgan edim", dedi. Nazokat Mardonga kulib qarab turib ketib. "Yuring ukam, bir yerda o'ltirib, ozroq choy ishkash paranglashaylik. Rostini aytsam, sizning mulozimatingizdan men bakla rozi bo'ldim. Haqiqatan qobiliyatli ekansiz. Ammo siz bilan so'zlash kerak bo'lmadim. Chunki men bilaman, undaq yerlarda so'zlashish afsus. Meningcha cho'qim kuzatish apparati o'rinlashtirilgan-ku deyman. Shunga sizga birer gap kelib qolishidan ansirab, siz bilan mungdashqim bo'lsa-mu, ortiqcha gap qilmagan edim. Bugun bak yaxshi uchrashib qoldik." Ammo Mardon sal dilg'uli bo'lib, "Kechiring Nazokat acha, siz bilan choy ichib mungdashib o'tirolmayman.
Chunki xo'jayin buyurtgan narsalarni qanchalik vaqtda elib qaytadiganligimni obdan biladi. Azroqda kechikib qolsam, menda gumonlanib qoladi, dedi sal ansirgan holda. Nazokat birdan o'ylanib turib ketib, ittik sumkasidan ko'z qalamini elibla Mardanning qo'lini tortib, alqiniga o'zining telefon nomerini yozib berdi. Va undaq bo'lsa Mardan, siznimi tanglikka qo'ymay, bu mening telefon nomerim. Bu nomerni esingizda saqlab yodlab oling. Agar fursat bo'lib qolsa yoki beshingizga biror kun tushgidek bo'lsa, mushu nomerga telefon qiling, meni ezdang, dedi. Mardan nazokatga ma'qullik bildirib, uning bilan xo'shlashib, dorixonadan oladigan materiallarni va bochkalarni elib, ovlash markaziga qaytib ketdi. Bu ovlash markazining tijorati burunqidakli yaxshi ketayotgan bo'lib, heliqiningdek to'qliqdan sho'xliq chiqaradigan erlarining sirti savdo setiq ishlari bilan yurib, mushu yosh xotinlarining muhtojlikda o'tmasligi uchun millionlab pul tepib, o'zlarini bayasha turmushga erishtirganiga qanoat qilmay, mushundaq yerlarga kelib, yosh yigitlarga pul xashlab, o'zining havasini besildirib yuradigan xaridorlari kundan kunga ko'payayotgan edi. Mana mushu tariqada ay kunlar o'tib, yana 2 oy o'tib ketdi. Bu mezgilda Mardanmu xeyli qahbashlashib qolgan bo'lib, burunqi bu ayollar bilan yangi aloqa qilgan vaqtidagidek o'zini uloqbek urib ketmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, bu puldor xonimlarni xafa qilib qo'ymaslik uchun ancha-muncha bir ishlarni qilib, u ayollarning havasini qondirib yo'lga soladi. Mushu kunlarda tuyuqsizli notunur bir isilzodi ayol bu salonga pat-pat keladigan bo'lib qolgan edi. Bu ayol boshqa ayollarga o'xshash har qatim kelganda Mardanni talab qilmay, qaysi yigit udul kelsa, shuningga o'lotib qaytib ketadi. Lekin eng qiziq yeri, u yigitlarga boshqa cho'konlarga o'xshashla yaqinchilik qilib, yigitlar ishni boshlay deganda ittik o'rnidan turib ketadi. Bu ayol mushundaq kelib yurib, taxminan bir hafta 10 kun bo'lganda tuyuqsiz salonga qonunsiz tijorat qilish, shakl o'zgargan payishxon ichish degan gumon bilan tekshirish ilib berilib, naq maydonda ayollarga xo'razlik xizmatini ishlab mulozimat qilayotgan Mardanning 3 hamroyini va 3 puldor isilzodi ayolni qo'lga tushirib, naq maydonda isbot bilan Soniya xo'jayinni qo'lga ilib, bu ovlash markazini pechatlayapti. Asli bu ovlash markazidan gumonlanib qolgan tekshirish xodimlari yiliqi ayol razotchikni bu yerga puldor xonim qilib kirgizgan bo'lib, u ayol hafta ichida haqiqiy ahvolni egallab, oxiri bu yerni tarmar qilgan edi. Hilmu Mardanning ta'liga bu vaqtda o'zining koni xaridorlaridan bo'lgan 2 puldor ayolning hojatidan chiqib, o'zining yotiqida deb Soniya xo'jayinning va'dasi bo'yicha yarim kun dam olish uchun orom elib yotgan edi. Shuning bilan Mardan ta'liga kelib, bu shakli o'zgargan payishxonni tarmar qilish to'lqinidan qutulib qolgan edi. Mardan oxiri bu o'rinning tarmar qilinib, o'zining amon eson jinnini qutqizib qolganidan xo'sh bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan hech qanday qaranchiqsiz yakki yegani qolganidan sal bearam bo'libmi qilyotdi. Mardan hozir Urumchiga kelgilimi 1,5 yildan oshgan bo'lib, Elyor, Azmat, Shuhratlar bilan yanchiqchilik qilib, yarim yildan ushiq yurganini chiqarib Soniyaning ovlash salonida 1 yilga yaqin ishlagan bo'lib, bu jarayonda aqlini jo'rib, o'z hojatidan chiqqan puldor ayollar bergan pullar bilan Soniya xo'jayinning har oyda bergan 5,000 yuan maoshini Uddulliq bankiga amonat qo'yib, hozir Mardanning amonat kartasida 100,000 yuanga yaqin puli bor edi.
Mərdan bu özünün yaşlıq baharını nabud qılıb, ilikini şorab, cinini alğılı azlı qalğan nicis caydan tezaraq qutulish üçün aldı keyniga qarmay, uğurluqça keyni ishikdan chiqib, tar ko'chalar bilan 10 minutdak mangandan keyin u joydan xeyli yiroqlashib, andin deb cho'nqur birini tinib etib, bir taksi mashinasini to'sib, o'ziga xeyli tonish bo'lib qolgan bu markaziy shahardan yataq ichib, hozircha bir yerga o'rinlashib olib, keyingi turmushini o'ylash uchun taksi shofirga o'zini oldidagi mehmon saroyga olib qo'yishni aytdi. Mərdan mehmon saroyga kirib, yataqqa o'rinlashgandan keyin o'zining Saniya xo'jayinning o'g'lash markazidan qochib chiqquchilik kiyim-kechak va boshqa kerakli narsalarini olmay, mushundaqla yugurib qochib chiqqaniga afsuslanib turibla yana Hanım bo'lsa, yerimi boshqa yigitlarga o'xshash naq maydonda puldar ayollarning hojatidan chiqib o'tganda tutilib qolgan bo'lsam, hozir bu yerda bunda xotirjam o'tiramagan bo'lardim. Yerimi ta'lim borkan. Ta'lim borkan. deganlarni o'ylab, atdigan narsa kerak setib olg'ili bozorga chiqquncha Saniya xo'jayindan kimligini ilib olganiga bakli xo'sh bo'lib ketdi. Bo'lmasa, odatdagi vaqtlarda ularni qochib ketmasin deb kimlik va ba'zi narsa keraklarini Saniya xo'jayin o'zi yenidan ayirmaydi. Mərdan, agar kimligim yenimda bo'lmagan bo'lsa, mehmon saroydan yataq ichib yotolmay, nagimi baratdim deganlarni o'ylab, eshikni yepib qo'ysimi, derizani ichib qo'ygandek, o'ziga yana o'ng ko'zida qargan hayotlikdan xo'sh bo'lib, minglarcha rahmat aytib atadi. Mərdan o'zini sal tinchlantirib olguncha, yataqda yarim soatdak yotgandan keyin qurusining ochqanligini his qilib, yataqdan chiqib bir oshxonada tomoq yeb, qurusiqni to'qlab olgandan keyin So'da shaharga kirib, o'ziga bir nech qur kiyim, bir chamadon sumka, andin lozimliq narsa kerak setib oldi. Mərdan sodaliqlarini tugitib, mehmon saroy yatqiga qaytib kelib, endi nima ish qilish to'g'riliq birdam o'ylanib turib ketgandan keyin buningdan bir necha vaqt ilgari Saniya xo'jayinning mehmon saroyida tunishib qolgan ham Mərdanning qo'liga ko'chada telefon nomerini yezib berib, beshiga kun tushganda o'zini izlashni aytgan Saniya esiga kelib qoldi. Va birdam o'ylanib yetib ketib, darhol mehmon saroy yatqidagi telefonning trubkasini qo'liga ilib, nazokatga telefon urishga boshladi. Hürmetlik asar anlıqıcı oqurman dostlar. Mərdan bu alvasta ovsidan qutulub, erkinlikka chiqqan bo'lsa-mu, buningdan keyingi turmushida yana qanday qismatlarga yo'liqar? Bu nazokat ismli ayol zodikin. Merdanga nemishqa o'zining telefon nomerini qoldirib, beshiga kun tushganda o'zini izlashni aytdi. Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Elliginci kısım. Mərdan sodaliqni tugitib, oshxonada tomoq yeb qo'rsiqini to'qlab olgandan keyin mehmonxona yatqiga qaytib kirib, endi nima ish qilishini, nega berishni bilolmay o'ylanib turib ketib, birdilla buningdan bir necha vaqt ilgari Saniya xo'jayinning o'g'lash markaziga kelib, doim Mardonga badallarini o'g'litib, lo'nq qo'ydirib, parvish qildiradigan Nazokat ismli qizni esiga ilib qoldi. Va u qizning Mardonga agarda fursat chiqarib o'zi bilan ko'rishmoqchi bo'lsa yoki beshiga bir kun tushganda o'zini izlash kerakligini aytib, alqiniga yezib bergan telefon nomerini esiga oldi. Darhol Nazokatga telefon urdi. Hayal o'tmay telefon trubkasidan Nazokatning yaqinliq ovozi anglandi.
Vay, teşliqmi? Kimni izlaysiz? Mardan nazokatning ovozini anglabla, xuddi o'zining yaqin bir qarindishining ovozini anglagandek, nihoyatda hayajonlanib, ko'zlariga yosh olgan holda Teşikmi nazokat acha? Bu men, Mardan. dedi. Shu hamon qarshi tarafdan. Teşliqmi Mardan, qandoq ahvolingiz? Yaxshi turibamsiz? Mendek achingizni unutib qolmabsiz, ha? Men shu sizni izlab boray desam, ba'zi ishlar bilan aldirash bo'lib qilib, saloningizga berib bo'la olmadim. Bugun qandoq bo'lib men telefon urib qoldingiz? Ajab bir Saniya xo'jayin sizning boshqalarga telefon urishingizga ruxsat qilibdi-ku. Mardan nazokatning gapini anglab, tasdi o'zini tutib olib, Men u yerdan qaytib chiqdim, nazokat acha. Hozir men mehmonsaroyda turyapman. Bu yurtda hech qanday urug' tuqqanim, tonish bilish, do'st birodarlarim bo'lmagan ekan, eng yaqin odamim sizkansiz. Shunga sizga telefon qilyapman. Shu hamon nazokat. Siz qaysi mehmonsaroyda? Men hozir yaningizga boray, dedi. Mardan o'zi turayotgan mehmonsaroyning adresini aytib bergandan keyin telefonni qo'ydi. Mardan telefonni qo'yib, ancha uzun hayal bo'lmayla, yotoq eshigi yenik chekilib, nazokat kirib keldi. Mardan nihoyatda moda, yarashimliq kiyingan bu sohib jamolni ko'rib, o'zini tutib ololmagan holda birdil o'pkisi o'rilib, uningga esilib yig'lab ketdi. Nazokat Mardanni yenik papilab, chashlarini silab, tasalli bergandan keyin karvatga akilib o'tirg'izib, sal hayron bo'lgan holda ham qiziqqanida uningdan zodi nima ish bo'lganligini so'radi. Mardan Saniya xo'jayinning o'g'lash markazida bo'lib o'tgan ishlarni, Mardan bilan birga salon ishlaydigan hamrohlarining naq maydonda boshqalarning hojatidan chiqayotganda tutilib, bu yerning pechatlanganligini, o'zining yelimi taliga yotoq uyda aram ilayotgan vaqtida bo'lg'achqa, bu dulqindan qutulib qolganligini aytib, Bir hisobda u yerning pechatlanganimi bek yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa u yerdan qutulib chiqolmay, jinimni silib bergan bo'lardim. Balkim siz u yerga berib, o'g'latib, parviz qildirib qaytganingiz bilan boshqalarning sizdak u xil mulozimatni qildirib qaytmaydiganligini sizmi obdan bilasiz. Shunashqa men hamini bir kuni bu alvasti ovsidan bir amal qilib qochib ketishni o'ylab yuratdim. Ammo u yerdan chiqqandan keyin o'zimning nega berishini, nima qilishimni faqatli bilanmay gangrab qoldim, dedi. Nazokat Mardanning gaplarini anglab, birdan o'ltirib ketgandan keyin, "Endi nima ish qilishni o'ylayapsiz?" deb so'radi. Mardan bo'lsa nazokatdan yushurmayla, necha vaqtdan beri Saniya xo'jayinning o'g'lash markazida boshqalarga mulozimat qilib ishlab yurib, ham o bayxo'tolardan shirinkani elib, Saniya xo'jayin bergan 5 ming oylik maoshimga qo'shib, bankaga omonat qo'yib, xeyli pul to'plab olgandim. Hozir mumkin bo'lsa, ishonchlik birasi bilan sheriklashib, bir ish ovqatning beshini tutsam ekan deyman, dedi. Mardanning gapini anglagan nazokat daqiqa turib ketgandan keyin, "Sizmi bu cho'ng markaziy shaharga kelgili 1,5 yildan ishib qapti. Hozir burunqi kichik bola emas. Xeyli pishib qoldingiz. Shunglashqa obdan o'ylashib, aqlingizni jo'rib, bir ishning peshini tutsangiz yaxshi bo'ladi", dedi. Shu nazokat acha, men mush ish to'g'riliq sizni bir menga yo'l ko'rsatamdikan deb telefon qilgandim. Bundoq yetib kelsa tag'mi toshmaydi deb, tugun yana burunqidek bu cho'ng markaziy shaharga tunji kelgan vaqtimdagidek bir qacha tomoq qizlar bo'lib qolmay deyman, ha? dedi, ko'nglida o'ylaganlarini ochiq aytib. "Undaq bo'lsa, mening bir qancha tijorat qiladigan Tunis savdogar do'stlarim bor. Ashular bilan ko'rishib baqay. Ha rost, boshqalar bilan sheriklashib savdo qilsangiz, qo'lingizda nechilik mablag' bor?" deb so'radi. Mardan, Bu yurtda ancha bak ko'p tunish bilishlarim bo'lmagandan keyin yoki sirtqa chiqib o'yin tomoshaga berilib pul xajlamagandan keyin hozir omonat kartamda 100 ming yerdan oshiqroq pul bor deyman, dedi. Nazokat birdan o'ylab o'ltirib ketib, "Undaq bo'lsa, mening maxsus chatning bir xil ayollar mahsulotini kirgizib savdo qiladigan bir do'stim bor edi. Shuning bilan aloqalashib baqay. Mumkin bo'lsa, sizlarni uchrashtirib qo'yay. O'zingiz so'zlashib, obdan o'ylashib, ko'ngil to'xtatganda, andan uning bilan sheriklashib savdo qilasiz. Lekin u siz bilan sherik bo'lib savdo qilamdi, qilmamdi buni uqmayman.
Bu xil ayollar mahsulotining bozori bakli ittik bo'lg'achqa, buning sodasimi bakli yaxshi. Shuning uchun sherikka muhtoj bo'lmasmikin deyman. Lekin men sizni tavsiya qilsam, ikkinglar obdan bir so'zlashib beqinglar, dedi. Ha, ma'qul nazokat acha. Siz bek yaxshi ayolkansiz. Sizni o'zimning ochsida ko'rib telefon qilib xato qilmabdiman. Siz tanishtirgan odam hargiz nachar odam emas. Siz hargiz menga nachar odam tanishtirmaysiz. Bo'ladi, amal ba mening yaxshi gapimni qilib qo'ygan bo'lsangiz, shu sodini birga qilib boqqan bo'lsam, dedi. Nazokat Mardonga ma'qullik berib, uning yenida birdam o'ltirgandan keyin, agar siz boshqacha o'ylab qolmasangiz, men bilan birga turing. Asli men uy ijaraga olib turayotgan edim. Har qancha kartamda pulim bor degan bilan mehmon saroyining yotiqida yozsangiz, pul sudek ketadi. Endi shu men ayol kishi, siz qandaqli bo'lmasin qaramaga yetgan bir er kishi bo'lgandan keyin sal o'ng'aysizlik his qilishingiz mumkin. Ammo xotirjam bo'ling, sizni xuddi o'zimning o'kisidek ko'raman. Agar sizga ma'qul desangiz, sizni uyga olib ketib, birga turishga mening ortiqcha fikrim yo'q, dedi Nazokat. Ammo Mardon Nazokatga, sizning meni o'zingizning qayrinchida ko'rib, ko'nganligingizga rahmat Nazokat acha. Ammo men bu mehmon saroyini bir haftalik yotoq pulni oldin to'lab etgan. Shundoq bo'lgandan keyin yanala mush mehmon saroyida turaveray. Agar siz menga kuyinsangiz, savdogar do'stingiz bilan tezroq ko'rishtirib, mening uning bilan tezroq ish boshlashimga yordam qilgan bo'lsangiz, men tijoratni boshlagandan keyin ana sizning qishingizga berib, ikkimiz birga turamiz, dedi. Nazokat Mardonning fikrini o'ylab ko'rib, ma'qul ukam, undaq bo'lsa men amalba o savdogar do'stim bilan aloqalashib sizga xabarini beray. Uninggacha siz sirtlarga chiqib, qalaymaqan aylanib yurmang. Siz bilan birga Saniya xo'jayinning o'g'lash salonida ishlagan yigitlar sizning ismingizni aytib pash qilib qo'ysa, sizmi avarchilik qilib yurmang yana. Eng yaxshisi, men o'chir qilg'icha hargiz qalaymaqan harakat qilmang, dedi. Va aldirash Mardon bilan xo'shlashib, yotoqdan chiqib, o'zining turalg'i uyiga qarab qaytib ketdi. Mardon Nazokatga ma'qullik berib, uning eskartishi bilan yotoqdan sirtqa chiqmay qursiqi assa, tamoqni tez yetkizguchilarga buyurtib, akaldirib yeb, Nazokatning xabarini kutib, 3 kunni o'tkazibdi. Bir kuni yotoqdan chiqmay yetib, bekmi ichi siqilgan Mardon o'z-o'ziga g'o'dirab, nimandaq o'g'ridak mikinib, yotoqdan chiqmay yetishmi bir ishmi? Yoki men odam o'ldirib, xundavasi qolgan jinoyatchi bo'lmasam, deganlarni o'ylab, endi sirtqa chiqib aylanib kirish uchun yotoqning eshik oldiga kelganda, tuyuqsiz yotoq telefonni sayrab ketdi. Mardon Nazokatning xabarini kutib, yotoqda ichi siqilib, endi ko'chaga chiqib aylanib kirish uchun eshik oldiga kelganda, yotoqning telefoni tuyuqsiz sayrab ketdi. Chunki Mardon mushu yotoqning nomeridan Nazokatga telefon urganligi uchun bu kelgan telefonning Nazokatdan kelganligini jazm qilgan edi. Mardon ittik karvat beshiga qo'yilgan tampochka ustidagi telefonning yorib turgan nomerini ko'rib, chiroyiga kulki yugurtgan holda aldirash telefonni oldi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Mardon o'zi hech qanday tushunmaydigan, tegi-taktinimi bilmaydigan bu Nazokat degan sirliq ayolning gapiga ishonib, u tunishtirgan savdogar bilan birlikda zodi nima savdosi qilib, Nazokat degan bu sirliq ayol tunishtirgan savdogar Mardonning jinini qo'yib, topgan pullarini aldab ilib ketami? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin.